Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana o'sha Ranger. Bugun sizlar bilan yana bitta obzori. Avvalgi video 150 ta prosmotr yig'gan. Bu video ko'proq yig'adi deb o'ylayman. Va orqamda ko'rib turgan uy esa o'sha men qurgan uyim. Xullas, tayyor bo'lsanglar ketdik, obzor qilamiz. Xullas, ketdik. Mana bu kiradigan yer. Ketdik qani. Ketdik. Bu yerga gullar ekdim, bu yerda esa basseyn, bu yerda ham basseyn, hali yana bitta basseyn bor, ko'rasizlar. Bu yerda esa o'tiradigan yer, mana o'tirasizlar. Mana yerda esa narsalar zachironiy qilasizlar. Xullas, bu yerda narsa solasizlar, sandiq. Bu yerda podval ham bor. Mana sizlarga aytgan yo'q, bu ikkinchi basseyn, uchinchi basseyn bu yerda emas. Bu oddiy yotoqxona. Xullas, bu yerda ham dam olish uchun yotasizlar, mana unaqa qilib kelib yotasizlar. Tur yotsam ham bo'ladi-ku. Uxlaylik qani. Qani ketdik unday bo'lsa. Xullas, endi birinchi etajga chiqamizmi, ikkinchi etajga? 1 2 3 4 5 6 birinchi etaj podvalki bu vashi. Xullas, bu yerga nima qurishni bilmadim. Nima qurishni kommentariyada yozib qoldirlaring. Просто shunaqa nima edi, cover to'shab qo'yaverdim. Bu yerda ham narsalar zachironiy qilasiz. Ana sandiqning ichida baribir hech narsa yo'q. Bu yer esa vanya yuvinasiz. Lekin ustiga yer qo'yganman, nima edi, boshqacha tushunmaysizlar. Xullas, yer qo'yishmas ham sabablar bor. Xullas, ana endi ketdik, ikkinchi etajga chiqaylik hozir. Redstone unchalik tushunmayman-ku, просто mana shu bosgan vaqtim mana shu narsalar meni o'zi ko'tarib qo'yishini xohlaganimda redstone unchalik tushunmayman-da men. Xullas, ketdik ikkinchi etajga. Bu yerda ham mana shunaqa o'tiradigan yer, o'tirasizlar dam olib, hech kim joyiga kirgizmasa. Bu yerda esa xona, kimdadir joyi. Bu yerda esa balkon chiroyli. Bu yoqqa yura olasiz, chiqqayam qaytib keldim-ku. Xullas, yopamiz eshikni. Mana aytgan uchinchi basseynim. Xullas, videoni davom etamiz. Aytganimda bu yerda uchinchi basseyn. Bu yerda zakladka deydimi, nima edi? Shu sandiqlar bo'ladi, narsalar solib qo'yasiz. Bu yerda esa eng katta yotoqxona va hozir uxlab bo'lmaydi. Bugun ertalabga shunga uxlab bo'lmaydi. Qani o'ynaylik mana shu narsani. Yaxshi, ketdik. Xullas, uyimni chiroyli qilib obzor qilib berdim. Bolalar, avvalgi videom 150 ta prosmotr yig'magan, lekin bitta ham obuna bo'lgan odamlar yo'q. Shuning uchun bu videoda iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Harakat qildim axir. Agar xullas bor qo'limdan kelgancha harakat qildim. Ana endi ketdimmi? Voy, o'q olish esdan chiqdi. Mana shu o'qni olaylik. Xayr bolalar.